Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari. Bugungi mavzu juda muhim. O'tgan avgustgacha pullarni ishlatmaganlarning puli kuyadimi yoki yo'qmi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar bemalol bo'lishi mumkin? Qaysi holatda pul kartada turaveradi? Qaysi holatda esa qaytarib olinishi yoki to'lov to'xtatilishi mumkin? Men bu masalani oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab ko'p odamlar vahimaga tushadi, ba'zilar esa aksincha beparvo bo'lib muhim muddatni o'tkazib yuboradi. Avvalo, hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki pensionerlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlar, ijtimoiy yordam oluvchilar va ularning yaqinlari uchun bunday ma'lumotlar juda zarur. Men sizga gapni cho'zmasdan eng kerakli joydan boshlayman. Oldin odamlar pensiya va nafaqani asosan naqd shaklida olardi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki odam pochta bo'limiga borib, imzo qo'yib pulni olardi. O'sha vaqtda bitta muhim qoida bor edi. Agar pensioner bir necha oy davomida pulini olmasa, masalan uyda bo'lmasa, boshqa viloyatga ketgan bo'lsa, kasalxonada yotsa yoki vafot etgan bo'lsa, to'lov to'xtatilishi, aniqlashtirish talab qilinishi mumkin edi. Chunki davlat uchun ham, pensiya jamg'armasi uchun ham asosiy savol bitta bo'lgan. Bu odam haqiqatan ham tirikmi? Shu joyda yashayaptimi? Pulni o'zi olayaptimi? Yoki kimdir uning nomidan noqonuniy olyaptimi? Keyin plastik karta orqali pensiya to'lash kengaydi. Ko'pchilik pensionerlarning pullari bank kartasiga tushadigan bo'ldi. Bu qulay. Uyda o'tirib ham pul tushganini bilish mumkin. Do'konda karta orqali to'lash mumkin. Bankomatdan yechib olish mumkin. Farzandlar yordam berishi mumkin. Lekin shu bilan birga yangi savollar paydo bo'ldi. Masalan, karta ichidagi pul ishlatilmasa nima bo'ladi? Bank kartasidagi pensiya davlatga qaytib ketadimi? Butun avgustgacha yechib olmasa kuyadimi? Agar odam pulini jamg'arib yursa, unga zarar bo'ladimi? Mana shu joyda juda muhim farqni tushunish kerak. Pensiya sifatida bank kartangizga tushgan pul odatda sizning shaxsiy mablag'ingiz hisoblanadi. Ya'ni u kartangizga tushgandan keyin u pulni bugun ishlatasizmi, bir oy saqlaysizmi, bir yil jamg'arasizmi, bu sizning huquqingiz. Lekin ayrim ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar, subsidiyalar, maqsadli yordam pullari yoki muddati cheklangan kartalardagi mablag'lar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammaning puli o'tgan avgustda kuyadi. Deyish ham xato. Hech qachon hech narsa bo'lmaydi deyish ham xato. Men bugun sizga aynan mana shu farqlarni tushuntiraman. Oddiy pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam, bank kartasi, ishonchnoma foydalanilmagan pul, muddati o'tgan karta. Tekshiruv va ariza masalalarini tartib bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi holat, sizning pensiyangiz har oy bank kartangizga tushadi. Karta faol. Siz vaqti bilan kartadan foydalanasiz, bankomatdan pul yechasiz yoki do'konda to'laysiz. Bunday holatda 3 avgust degan sana sizni qo'rqitmasligi kerak. Masalan, Abdulla ota har oy 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. Yanvar oyida 1 million 800 ming tushdi. Fevralda yana tushdi, martda yana tushdi. U kishi pulning hammasini ishlatmay, har oy 500 ming so'mdan kartada qoldirib bordi. Avgustga kelib kartada 1 million so'm yig'ildi. Bu pul Abdulla otaning mablag'i. Agar karta oddiy bank kartasi bo'lsa, pensiya qonuniy tushgan bo'lsa va hisob bloklanmagan bo'lsa, u pul shunchaki 30 avgustda kuyib ketmaydi. Ikkinchi holat, pensiya tushadi, lekin karta muddati tugagan. Masalan, kartaning old tomonida 0x24 deb yozilgan. Bu avgust 2024 gacha amal qiladi degani. Agar karta muddati tugasa pul yo'qolmaydi, lekin kartadan foydalanish cheklanadi. Odam bankomatdan yecha olmaydi, do'konda to'lay olmaydi. Bunday paytda pulim kuydi deb o'ylash noto'g'ri. Pul bank hisob varag'ida turadi. Lekin siz yangi karta chiqarishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun pensionerlar kartaning amal qilish muddatiga qarasin. Agar muddat tugayotgan bo'lsa, pasport yoki ID karta bilan bankka borib, kartani yangilatadi. Uchinchi holat, pensioner uzoq vaqt pensiyasini olmayapti yoki kartadan hech qanday harakat qilmayapti. Mana shu holatda ba'zi xavf paydo bo'lishi mumkin. Bank kartasidagi pul o'z-o'zidan kuyib ketmasligi mumkin. Lekin pensiya organlari odamning holatini aniqlashga urinishi mumkin. Nega? Chunki agar pensiya oluvchi vafot etgan bo'lsa, uning nomiga keyingi oylarda pensiya tushishi qonuniy bo'lmasligi mumkin. Agar odam chet elga doimiy yashashga ketgan bo'lsa, ayrim holatlarda ma'lumot yangilanishi kerak bo'ladi. Agar nogironlik nafaqasi tibbiy ko'rikka bog'liq bo'lsa, muddat o'tgan bo'lishi mumkin. Demak,
xavotir asosan pulni ishlatmaslikning o'zida emas, balki davlat tizimlarida bu odamning holati aniqlanishi kerak degan savol paydo bo'lishida. 4-holat ijtimoiy karta yordam puli bir martalik to'lov yoki maqsadli subsidiya. Masalan, kam ta'minlangan oilaga oziq-ovqat uchun, dori-darmon uchun, maktab formasi uchun yoki boshqa maqsadli yordam ajratilgan bo'lishi mumkin. Bunday to'lovlarning ayrimlarida sarflash muddati, foydalanish tartibi faqat ma'lum turdagi tovar yoki xizmatga ishlatish sharti bo'lishi mumkin. Mana shu yerda o'ttim avgust kabi muddatlar uchrashi mumkin. Agar sizga kelgan pul oddiy pensiya emas, balki maxsus yordam bo'lsa, albatta uning shartini tekshirish kerak. Chunki oddiy pensiya bilan maqsadli yordam bir xil narsa emas. 5-holat ishonchnoma orqali pul olinadi. Masalan, onaxon yurishga qiynaladi. O'g'liga ishonchnoma bergan. O'g'li bankdan pul yechadi. Bu qonuniy yo'l. Lekin ishonchnoma muddat tugasa, bank pul bermaydi. Ayrim odamlar pensionerning puli kuyibdi deb o'ylaydi. Aslida pul kuymagan bo'ladi. Hujjat muddat tugagan bo'ladi. Agar ishonchnoma 6 oyga yoki 1 yilga berilgan bo'lsa, uning muddatini tekshirish kerak. Muddati o'tgan bo'lsa, notarius orqali yangilash kerak. Birinchi misol, Dilbar opa 2.200.000 so'm yoshga doir pensiya oladi. U pensiyani kartaga oladi. Farzandlar unga oziq-ovqat olib berib turadi. Shuning uchun u har oy pensiyadan faqat 700.000 so'm ishlatadi. Qolganini kartada saqlaydi. Avgust oxiriga kelib kartasida 8 million so'm bor. Dilbar opa o'ttim avgustgacha buni yechib olish shart emas. Agar bu oddiy pensiya bo'lsa, kartasi faol bo'lsa, hisobida cheklov bo'lmasa, pul uning o'zida qoladi. Ikkinchi misol, Karim aka nogironlik pensiyasi oladi. Unga tibbiy ko'rik belgilangan. Ko'rikdan o'tish muddati iyul oyida tugagan, lekin u buni unutgan. Avgustda pensiya tushmay qolgan. Bu yerda muammo kartadagi eski pulda emas. Muammo shundaki, nogironlik maqomi tasdiqlanishi kerak bo'lgan muddat o'tgan. Karim aka poliklinika yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'lanishi, kerakli hujjatlarni topshirishi kerak. Agar maqom tasdiqlansa, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Uchinchi misol. Mahmud ota pensiya oluvchi edi, lekin farzandlari uning kartasidan foydalanib yurardi. Mahmud ota vafot etgandan keyin ham kartaga pensiya tushayotganini ko'rib, ba'zilar pulni yechib oladi. Bu juda xavfli va noqonuniy holat. Chunki vafotdan keyingi davr uchun ortiqcha tushgan pensiya qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Hatto huquqiy javobgarlik ham kelib chiqadi. Shuning uchun pensioner vafot etsa, yaqinlari tegishli organlarga xabar berishi va bank kartasidan foydalanishni to'xtatish kerak. 4-misol. Sayda opa mahalladan bir martalik yordam puli oldi. Unga aytishdiki, bu yordamni ma'lum muddat ichida ishlatish kerak. Sayda opa esa, bu ham pensiyamga o'xshaydi, turaversin deb o'yladi. Agar yordam puli shartli yoki muddatli bo'lsa, muddat o'tgach u qaytarilishi yoki foydalanish imkoniyati yo'qolishi mumkin. Mana shunday hollarda 3-avgust kabi sana muhim bo'ladi. Shuning uchun har bir tushgan pulning nomini bilish kerak. Pensiyami, nafaqami, kompensatsiyami, subsidiyami yoki bir martalik yordammi? Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarni aytaman. Birinchi nozik nuqta, SMS xabaridagi pul tushumi har doim ham pensiya degani emas. Ba'zida bankdan bonus, qaytarim, boshqa tashkilotdan to'lov, yordam yoki qarindosh yuborgan pul bo'lishi mumkin. Agar siz pul qayerdan tushganini bilmasangiz, bank ilovasidan yoki bank filialidan ko'chirma oling. Ko'chirmada to'lov manbasi yoziladi. Agar tushum pensiya deb kelgan bo'lsa, bu bir masala. Agar ijtimoiy yordam, subsidiya, kompensatsiya, bir martalik to'lov deb kelgan bo'lsa, qoidasi boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik nuqta, bank kartasi bloklangan bo'lishi mumkin. Masalan, karta PIN kodi bir necha marta noto'g'ri terilgan, karta yo'qolgan deb bloklangan, shubhali operatsiya bo'lgan, bank xavfsizlik sabab cheklov qo'ygan. Bunday holatda pul hisobda turadi, lekin ishlatib bo'lmaydi. Pensioner esa pulimni davlat olib qo'ydi deb o'ylashi mumkin. Aslida bankka borib, shaxsni tasdiqlab, kartani ochtirish yoki yangisini olish kerak. 3-nozik nuqta. Sud yoki qarzdorlik sabab hisobga cheklov qo'yilishi mumkin. Masalan, odam aliment, kredit, jarima yoki boshqa ijro hujjatlari bo'yicha qarzdor bo'lsa, ayrim holatlarda bank hisoblariga band solinishi mumkin. Pensiya to'lovlari bo'yicha ushlab qolishning ham qonuniy chegaralari bor. Hammasini birdan olib qo'yish mumkin emas, lekin cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bank bilan birga majburiy ijro byurosi yoki tegishli ijrochi bilan gaplashish kerak. 3-avgustda kuydi deb emas, hisobimga nega cheklov qo'yilgan deb aniqlash kerak. 4-nozik nuqta.
Plastik kartadagi pulni uyda naqd saqlash har doim ham xavfsiz emas. Ko'p pensionerlar vahima sabab 3 avgustgacha hammasini yechib olay deb bankomatga boradi. Keyin uyda katta summa saqlaydi. Bu esa o'g'irlik, yo'qotish, firibgarlik xavfini oshiradi. Agar pulingiz oddiy pensiya bo'lsa va kartangiz yaxshi ishlayotgan bo'lsa, hammasini birdan yechish shart emas. Zarur qismini oling, qolganini xavfsiz joyda, ya'ni bank hisobida saqlash ham mumkin. 5-nozik nuqta. Firibgarlar aynan shunday mavzulardan foydalanadi. Ular qo'ng'iroq qilib, 30 avgustgacha pulingiz kuyadi. Hozir karta raqamingizni, SMS kodingizni ayting, biz saqlab beramiz deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kodini aytmang, karta PIN kodini aytmang, kartaning orqa tomonidagi SVV kodini aytmang. Pensiya jamg'armasi ham, bank ham sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying. Farzandlaringizga, qo'shnilaringizga ayting. Birgina SMS kodini aytib qo'yish butun kartadagi puldan ayrilishga olib kelishi mumkin. 6-nozik nuqta, odamning yashash manzili, pasport ma'lumoti. Telefon raqami o'zgargan bo'lsa, tizimlarda chalkashlik bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner boshqa tumanga ko'chdi, lekin pensiya ishini ko'chirmadi. Yoki ID karta oldi, eski pasport ma'lumotlari bankda qoldi. Yoki telefon raqami o'zgardi, SMS kelmayapti. Bunday holatlarda to'lov tushayotgan bo'lsa ham, kelajakda muammo chiqmasligi uchun ma'lumotlarni yangilash kerak. Bu ayniqsa yoshi katta, yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun muhim. 7-nozik nuqta. Chet elga chiqib ketgan pensionerlar masalasi. Agar pensioner vaqtincha farzandinikiga, masalan Qozog'iston, Rossiya yoki boshqa davlatga borgan bo'lsa, bu har doim pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin uzoq muddat doimiy yashash, fuqarolik ro'yxat masalalari bor. Shuning uchun chet elda yurgan pensionerlar o'z pensiya huquqi bo'yicha rasmiy manbadan aniqlik kiritish kerak. Ayniqsa kartadan umuman foydalanilmasa, bank va davlat tizimlari savol qo'yishi mumkin. 8-nozik nuqta, pulni ishlatmagan degan ibora nimani anglatadi? Ba'zi odamlar o'ylaydi, agar men do'konda karta bilan to'lamasam, demak ishlatmagan hisoblanaman. Yo'q. Pulni bankomatdan yechish ham, do'konda to'lash ham, kommunal to'lov qilish ham, boshqa kartaga o'tkazish ham hisobdagi harakat hisoblanishi mumkin. Lekin oddiy pensiya uchun asosiy masala harakat bor yo'qligida emas. Pensiya oluvchining huquqi va bank hisobining faol holatida. Maqsadli yordamlarda esa shart boshqacha bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga keldik. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-baqadam tushuntiraman. Birinchi qadam. Kartangizga tushayotgan pulning turini aniqlang. Bu oddiy yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasimi? Bolalar nafaqasimi? Moddiy yordammi? Subsidiyami yoki boshqa to'lovmi? Buni bilish uchun bank SMS'larni, bank ilovasini, bank ko'chirmasini ko'ring. Agar tushunmasangiz bankka borib, menga oxirgi 3 oy yoki 6 oy bo'yicha hisob varaq ko'chirmasi bering, tushum manbasini ko'rmoqchiman deb ayting. Ikkinchi qadam, kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 0825 bo'lsa, 2025 yil avgust oxirigacha ishlaydi. Agar muddat tugagan yoki tugashi oz qolgan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta olib boring. Ayrim banklar ariza yozdiradi. Ayrimlari yangi kartani darhol beradi. Ayrimlarida bir necha kun kutish kerak bo'ladi. 3-qadam. Agar siz pensiyani naqd olsangiz va bir necha oy olmagan bo'lsangiz, pochta yoki pensiya bo'limiga murojaat qiling. Men falon oylardan beri pensiyamni ola olmadim. Sababini aniqlab bering deb yozma yoki og'zaki murojaat qiling. O'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjatni olib boring. Agar kasallik sabab bora olmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli odamingiz orqali qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiring. 4-qadam. Agar nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan bo'lsangiz, tibbiy ko'rik muddatini tekshiring. Sizdagi xulosa, ma'lumotnoma belgilangan muddatga qarang. Agar muddati tugayotgan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Poliklinikaga boring. Kerakli tahlillar, shifokor ko'riklari, tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Ko'p odamlar aynan mana shu muddatni o'tkazib yuborgani uchun pensiyam to'xtab qoldi deb qiynaladi. 5-qadam. Agar sizga 30 avgustgacha ishlatish kerak degan xabar kelgan bo'lsa, xabarning manbasini tekshiring. Bu xabar bankdan keldimi, mahalladan aytildimi, ijtimoiy tarmoqda ko'rdingizmi, qo'shni aytdimi? Rasmiy xabar bo'lmasa, vahimaga tushmang. Agar rasmiy tashkilot aytgan bo'lsa, undan aniq so'rang. Bu qaysi pulga tegishli?
oddiy pensiyagami yoki alohida yordam puligami ishlatmasam nima bo'ladi? Qaysi hujjatda yozilgan? Shunchaki odamlar aytyapti degan gapga ishonib, hamma pulni yechib olish to'g'ri emas. 6-qadam, agar hisobingizda pul bor, lekin yecha olmayotgan bo'lsangiz, avval bankka boring. Bank xodimiga hisobimdagi mablag'dan foydalana olmayapman. Sababini yozma yoki aniq tushuntirib bering deng. Sabab karta muddati, blok, texnik nosozlik, sud cheklovi yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Agar bank cheklov ijro organidan desa, tegishli ijrochi bilan bog'laning. Agar ma'lumotlaringiz mos emas desa, hujjatlaringizni yangilang. 7-qadam, agar pensionerning o'zi yura olmasa, hujjatlarni tartibga soling. Notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtiring. Ishonchnomada aniq yozilsin. Pensiya va nafaqa masalalarida murojaat qilish, bankdan ma'lumot olish, karta rasmiylashtirish, pul yechish huquqi. Lekin ishonch bildirayotgan odamingiz haqiqatan ishonchli bo'lsin. Chunki ko'p nizolar aynan qarindoshlar pulni noto'g'ri ishlatgani sabab chiqadi. 8-qadam, rasmiy tashkilotlarga murojaat qilganda ariza mazmuni aniq bo'lsin. Masalan, pensiya bo'limiga borsangiz, shunday yozishingiz mumkin. Men falonchi pensiya to'lovlarim holatini aniqlab berishingizni so'rayman. Oxirgi tushum sanasi to'lov to'xtatilgan bo'lsa sababi, qayta tiklash uchun kerakli hujjatlar, ro'yxat haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Bankka borsangiz, hisob varag'imdagi mablag'lardan foydalana olmayotganim sababini aniqlab, karta yoki hisob bo'yicha cheklov mavjud bo'lsa, uning asosida ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday aniq murojaat qilsangiz, sizga ham aniqroq javob beriladi. 9-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, bank karta ma'lumotlari, oxirgi SSMS yoki bank ko'chirmasi, tibbiy ma'lumotnomalar, ishonchnoma, yashash manzili bo'yicha hujjatlar bo'lsin. Pensionerlarning farzandlariga ham aytaman. Ota-onangizning hujjatlarini bir joyga yig'ib qo'ying. Muammo chiqqanda hujjat izlab vaqt yo'qotmaysiz. 10-qadam, pulingizni xavfsiz ishlating. Agar katta summa yig'ilgan bo'lsa, hammasini bir kunda yechib olib, sumkada olib yurish xavfli. Bank ichida ham, bankomat yonida ham ehtiyot bo'ling. Begona odam yordam bermoqchi bo'lsa, PIN kodni ko'rsatib qo'ymang. Bankomatdan pul olayotganda yoningizda ishonchli, yaqin inson bo'lsin. Agar karta bilan to'lashni bilmasangiz, farzandingizdan o'rgating, lekin SMS kod va PIN kodni hech kimga aytmaslik qoidasini yodingizda tuting. Endi 30 avgust masalasini yana bir bor aniqlab aytaman. Agar gap oddiy pensiya kartangizga tushgan, qonuniy sizga tegishli mablag' haqida ketayotgan bo'lsa, uni aynan 30 avgustgacha ishlatmasangiz avtomatik ravishda kuyib ketadi degan umumiy qoida yo'q. Lekin agar gap muddatli ijtimoiy yordam, maqsadli subsidiya, maxsus karta yoki alohida dastur doirasidagi to'lov haqida bo'lsa, u yerda sarflash muddati bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizning vazifangiz vahimaga tushish emas, pulning turini va shartini aniqlash. Yana bir muhim maslahat, agar siz pensioner bo'lsangiz va uzoq vaqt kartangizdan foydalanmagan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda bankka borib hisob holatini tekshirtiring. Bu pulni sarflash shart degani emas. Bu o'zingizni xotirjam qilish uchun kerak. Bank xodimidan kartangiz faolmi, hisob bloklanmaganmi, karta muddati o'tmaganmi, ma'lumotlaringiz to'g'rimi, shularni so'rang. Agar hammasi joyida bo'lsa, pulingizdan o'zingiz xohlagan vaqtda foydalanasiz. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizga bu mavzuni tushuntiring. Ularni qo'rqitmang, lekin beparvo ham qoldirmang. Ko'p onaxon va otaxonlar bank karta, SMS, ilova muddat, subsidiya degan narsalarni farqlamaydi. Ular uchun pul tushdi degani bitta narsa. Siz esa ularning kartasiga qaysi to'lov tushayotganini, qaysi biri pensiya, qaysi biri yordam puli ekanini aniqlab bering. Bu juda katta yordam bo'ladi. Bugungi xulosa shuki, 30 avgustgacha pulni ishlatmagan pensionerlarning hammasi pulidan ayriladi degan gapni umumiy qoida sifatida qabul qilmang. Oddiy pensiya kartaga tushgandan keyin odatda pensionerning shaxsiy mablag'i hisoblanadi. Lekin maxsus yordam pullari, muddatli subsidiyalar, karta muddati, ishonchnoma, tibbiy ko'rik, hisob bloklanishi, vafotdan keyingi ortiqcha to'lov kabi holatlarda muammo chiqishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pulning turini aniqlash, bank va pensiya organidan rasmiy ma'lumot olish, hujjatlarni tartibga solish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangiz kartaga tushadimi yoki naqd olasizmi? 30 avgust haqida sizga kim aytdi? Qaysi viloyat yoki tumandasiz?
Men imkon qadar umumiy savollarga javob berishga harakat qilaman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulni ham, vaqtini ham asrab qoladi.